Nima endi bu? Na buni minivanligini bilasan, na crossoverligini bilasan. Bu videoda avtomobil kamchiliklarini ham albatta ochiq oydin aytishga majburmiz. Lidar, anov, mana bu elektron tizimlar, 3 talab displey, panorama tom bor, lekin unda ochiladigan qism yo'q. Lyuk yo'q. Qo'rqmasdan ikkinchi qator testini qilib berishim mumkin sizlarga. Kayf emasmi? Qaranglar, qancha joy bor. Boshqarishni tushunmayapman. Faram yoqilganmi, yoqilmaganmi? 9 ta airbag bor. Bu degani xavfsizlik tizimi juda yuqori darajada. 7% dan 100% gacha 88 kilovatni tasavvur qilasizlar. Shunda yonyapti-da, oldingdan odam kelyaptimi? Yo'qmi? Farqi yo'q. O'chayotgani yo'q qaytib. Voy, mana blesklarni qarang, blesklarni qarang. Shulargacha olib beryapti bori. Mana anu qora mashinani yoniga joylab qo'ygan, parkovka qilishimga yordam berguncha, hop deb mashinani rangidan topib parkovka qilib berar ekan. Kamchiliklarni yetishib bilgan odam ustunliklarni ham yetishib bilish kerak. Assalomu alaykum. Li Avtoga, Lisan zavodiga to'liq elektromobil nimaga kerak? Kerakli shuni tushunishdan boshlaylik. Chunki bugun obzorimizda haqiqiy full elektrik birinchi to'liq elektromobil Li Avtodan i6 avtomobili. Nimaga elektromobil kerak? O'zbekistondagi bozordan boshlaylik. Birinchisi, meni tanishlarim orasida Lisan L6 olib, gibrid olib, biron marta zaryadkaga qo'yib ko'rmagan. Faqat benzinda dozaryadkada, ya'ni qo'shimcha quvvatlashda haydab yuradigan tanishlarim bor. Undan keyin men borman, faqat elektromobillarni tan oladigan. Gibrid yaxshi, lekin uni masofa zaxirasi minimum 200 km bo'lish kerak. U ham yurib berish kerak o'sha 200 km deb o'ylaydigan va umuman benzinga rasxod qilgisi kelmaydigan odamlar bor. Ana o'shunaqa odamlar uchun i6 chiqqan. Uni texnik xarakteristikalariga o'tganimizda nima uchun full elektromobil ishlab chiqarishi gibriddan tashqari boshlaganini Li Avto tushunib olasizlar. Bundan tashqari asosiy sabab bu Xitoy bozori. Xitoy bozorida bo'lsa full elektrik modellarga talab juda ham kuchli. Chunki quvvatlash infrastrukturasidan umuman muammo yo'q va bir marta quvvatlab 3-4 kunlab quvvatlash haqida o'ylamasligi uchun odamlar full elektrik modelni xarid qilishga talabi bor va o'ylaymanki aynan shu talabni qondirish uchun ham Li Avto i6 ni ishlab chiqarishni boshlashdi. Biz esa obzorimizni boshlaymiz. Tashqi ko'rinish bizga ko'nikish bo'lib qolgan va bestsellerga aylangan L9 modelidan farqli ravishda ushbu model tashqi ko'rinishida undan ajralib turadi. Ya'ni biz uchun an'anaviy bo'lgan SUV ko'rinish bu yerda yo'q. Bu yerda ko'proq Megani eslatib yuboradigan ko'rinish, mono qosh yuqoriga lobovoy oynani ostki qismiga ko'chgan. Uni mana bunda yana polkasi ham bor. Kapot pastga qarab ketgan. Bu yerda asosiy yoritish elementlari bosh optika bamper qismiga tushirilgan va ushbu optika anchagina pastroq joylashgan. Pastida mana bunaqa qora dekorativ element, unda parktronik, radiator panjarasi parktronik kamera va hozir qizig'iga kelamiz. Qaranglar. Fara yana o'sha aytganimdek pastda. Bitta minus, men avtomobilni yomg'irli kunda kechki payt oldim test drive'ga. Boshqarishni tushunmayapman, faram yoqilganmi, yoqilmaganmi? Demak, o'sha detskiy bolячка, ya'ni bolalikdan qolib ketgan kasallik, slabiy LED faralar saqlanib qolgan deb o'yladim. Ertasiga yomg'ir tindi, kech payt harakatlanayotganimda faralar yaxshi yorityapti. Mana kuni kecha Parkent tumaniga iftorlikka chiqib keldim. Qaytayotganimda avtomatik dальний svet ishlayapti. Shunda yonyapti-da, oldingdan odam kelyaptimi, yo'qmi? Farqi yo'q. O'chayotgani yo'q qaytib. Bu bitta muammo. Ikkinchi muammo adaptiv faralar bo'lgandan keyin 50 mingdan qimmat mashinada, mashinaning narxi 50 mingdan qimmat, men hali batafsil bu haqida aytaman. Menimcha matritsali faralar bo'lsa yomon bo'lmasdi. Men bunga juda ham qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lmasdim. Ya'ni segmentlar bilan faralar yonib o'chsa, dальний svetda juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Demak, biz bu videoda avtomobil kamchiliklarini ham albatta ochiq oydin aytishga majburmiz, chunki bu avtomobilni xarid qilgan odamlar u haqida fikrga ega bo'lish kerak. Yo'q, men shaharda yuraman, menga farqi yo'q, fara unaqa moshni bo'lish shart emas deganlar uchun marhamat. Bunaqasi bor. Agar yo'q, menga moshni fara kerak deydigan bo'lsangiz, unda yoritish elementlarini perdelka qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan tashqari bizda bor frank, ya'ni front trunk, oldida bagajnigimiz bor. Ko'rayotganingizdek, juda ham katta, juda ham keng. Menimcha bitta ruchnoy kladga tushadigan chamadon bemalol sig'adi bu yoqqa va uni ochilishi o'zgacha, to'g'rimi? Kelasiz, yopib boshidan ko'rsating.
tushunmaganlar uchun nima bo'ldi hozir ichkaridan kim ochib yubordi deganlar uchun. Marhamat, 2 marta taqillatsangiz o'zi ochiladi. Yaxshi fishka, menga yoqdi. Yana bitta zo'r fishka, bizani dvorniklarimizda suv purkagich o'rnatilgan. Ya'ni 223 dvornik deyshadi-yu, o'shanaqa bo'tda zavoddan. Menga juda ham yoqdi. Lobovoy kattaligini, unga biron bir tosh uchib kelsa, dars ketsa, yaxshigina pulga tushishingizni hisobga olib, bu yerda hali head-up display ham bor. Head-up displayli lobovoylar yanada qimmat bo'ladi, buni bilsanglar kerak. Unga siz albatta broneplyonka qildirasiz. Broneplonkani eng katta minusi bo'lsa, u juda ham tez qirilib ketadi. Nimani hisobiga? Chunki kang broneplonkani ustida chang dvornik shundoq bitta ish qilib yurib bersa bo'ldi, ado bo'ldi, uni almashtirish kerak. Bu yerda dvornikda suv purkagich bormi? U birinchi changi yuvadi-da, keyin dvornik toza plyonkani ustida harakatlanishi boshlaydi va sizni lobovoyingizni tozalab beradi. Bu katta plus. Buni aytmasam bo'lmaydi. Kameralarning ko'pligini qaranglar. Ichkarini o'zida men hozir 2 ta kamera ko'ryapman. Bundan tashqari avtomobilning yon qismida kamida 2 tadan kamera bor. Oldida bitta, orqada 3 ta adashmasam kamera bor. Lidar kichkinagina bo'lgan, xuddi o'sha L9 restylingidagi kabi lidarning razmeri kichrashgan, u do'ppayib katta bo'lib chiqib turgani yo'q. Endi tomga, lidarga o'tganimizdan keyin tomga ham to'xtalib o'tib ketaylik. Panorama tom bor, lekin unda ochiladigan qism yo'q. Lyuk yo'q. Biza asta-sekingina avtomobil orqa qismiga o'tib qo'yganimizni bilmay qolamiz. Ko'rayotganinglardek bu yerda mana aytganimdek, 2 ta bo'tda, bitta bo'tda kamera, orqaga harakatlanayotganlarda bu ishlaydi, lekin salonda o'tirganinglarda ko'rsataman, orqani ko'rish ko'zgusi displey vazifasini bajaradi va undagi tasvirni yuqoridagi kamera uzatib beradi. Bu qanchalik qulayligini bilsanglar edi, chunki unda ko'rib turganinglarda sizlar birinchidan orqanglardagi obyektni yuqoriroq pozitsiyadan ko'rasiz. Bu bir sizga ko'proq narsa ko'rinadi. Ikkinchidan SUVlarni va crossoverlarni bitta katta kamchiligi bu ularning orqa qismida havoni zavixreniyasi, ya'ni aylanishi va e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi bo'lib chang bo'ladigan qism ham orqa lobovoy bilan yukxonani qopqog'i bo'ladi. Ana o'sha holatda yomg'irda birinchi bo'lib mana bu kamera ado bo'ladi. Agar bitta kameraga qarab qolsangiz bu kamera ado bo'ladi, lekin mana bu yuqoridagi kechroq va sekinroq kir bo'ladi. Kir bo'lmaydi demayman, kechroq va sekinroq kir bo'ladi. Shuni hisobiga bu kattakon plus. Yukxonani ochib ko'ramiz. 700 litrdan oshiq, hozir aniq raqam esimda qolmadi. 728 litr adashmasam, kattakon desam xato bo'lmaydi. Bahaybat yukxonamiz bor. Yukxonadan turib siz mashinani podveskasini yuqoriga pastga qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizmi? Pastga tushyapman men hozir. Maksimalni pastga tushdim. Men tugmani hozir bosadigan bo'lsam, tepaga yana ko'tarilamiz. Yukxona juda ham keng. Bu 2 qatorli avtomobil. Agar xuddi shu elektromobilning 3 qatorlisini olaman desangiz, unda Lysian i8 degan versiyasi bor, 3 qatorlisi bor. Bundan g'ildirak bazasi ham kattaroq, kuzovi ham kattaroq, lekin o'rindig'i 3 qator. Avtomobilning yon qismida masalan sizga wow deb ko'rsatadigan narsa, menimcha deyarli bo'lmasa kerak, kameralar borligini, har bitta tarafida 3 tadan borligini, 20 dyuymli disklar, Michelin shinalar bilan jihozlanganligini ko'rsatishi mumkin. Li Avtoni O'zbekistondagi rasmiy dileri Comfort, har gal Comfort deyman, meni kechiringlar, iltimos. Bozor Comfortga o'rganib qolganman, yana bitta brendlarga. Control Auto kompaniyasidan ushbu avtomobilni bemalol xarid qilishingiz mumkinligini, narxi 50 ming, 57 ming atrofida, 55 minglik versiyasi ham borligini, pnevmo podveskasi arzonroqligini, pnevmo podveskaliga qimmatroqligini aytishim kerak. Ha, bu yerda pnevmo podveska bor. Test drive vaqtida men pnevmo podveska haqida, ya'ni havo bosimi yordamida ko'tarilib tushadigan podveska haqida qo'shimcha ma'lumot beraman. Albatta bilishingiz mumkin. Ha, frank masalasida kelinglar. Frankni ochganda, ya'ni oldi yukxonani ochganda men sizga ma'lumot berib ketaman. Men odatda texnik ma'lumotlarni shu yerda berardik. Hozir shu yerda turib qisqagina tushuntirib o'taman. Bizda 400 kW yoki 544 ot kuchi quvvati 2 ta o'qda, ya'ni to'liq privodda taqsimlangan 88 kW batareyamiz bor. Temir litiy fosfatli batareya avtomobilga, to'liq privoddagi avtomobilga 660 km masofani bosib o'tishi Xitoy standarti bo'yicha imkoniyatini beradi. Agar siz mono privod, bitta privodli avtomobilni xarid qilaman desangiz, ya'ni 200 kW, 320 ot kuchi va unda 720 km masofani bosib o'tishingiz mumkin. To'liq privoddagi bizadagi full versiya 5,5 soniyada, to'g'ri 5,4 soniyada 0 dan 100 gacha tezlashadi. Dinamika juda ham yaxshi. Ana endi bitta narsani aytib o'tishim kerak.
biza Behzodbek bilan, ya'ni Behzodbek Shoyunusov bilan ketma-ket oldik bu mashinani nimaga, test drive'ga va ketma-ket BYD C-Line 7 ni ham oldik. Birinchi C-Line 7 ni oldilar, topshirdilar, men oldim, haydadim. Men C-Line 7 ni haydagunimcha ular i6 ni olib haydadilar. Mana endi i6 ni olib haydadim. Bitta narsani menga aytdilar. Menga buni zaradi tez ketib qolishi yoqmadi dedilar. Endi qaranglar, bu yerda masala nimada? C-Line 7 texnologik jihatdan kamroq nachinkaga, kamroq narsalarga ega, qo'pol qilib aytganda sho'rvani masallig'i kamroq. Bu yerda masalliq slishkim ko'p. Lidar, mamu, elektron tizimlar, 3 talab displey. Xullas, energiyani sarf qiladigan elementlar ko'proq. Plus bu avtomobil doimiy ravishda avtomobillar atrofida bo'layotgan narsani 200 metrga nazorat qilishga harakat qiladi. Buni ham test drive vaqtida ko'rsataman. Lekin bitta zo'r xususiyatiga o'zim guvoh bo'ldim. Zaryadkaga qo'yasiz, 160 talik stansiyaga, 160 kilovatlik stansiyaga qo'ydim. Shupet so'rib oldi, ishoning. Shunaqa shimib oldi haligi energiyani. Yarim soatda, yo'q, yarim soatdan kamroqda 23% dan 95% gacha quvvatladim. Men tasavvur qilyapman. Buni aytdilarki, Behzodga aytdilarki, 7% da qo'yganimda 40 minutda 100% qilib olib ketdim mashinani dedilar. 7% dan 100% gacha 88 kilovatni tasavvur qilasizlar. Bu hali boshida zamedleniya bor, oxirida zamedleniya bor. Hammasini hisobga olganda shunaqa yo'lda qolib ketaman, cho'zilib ketaman degan narsani miyadan chiqarib tashlaylik. Chunki men fevral boshini oyida Xitoyga borganimda, hali bu haqida test drive'da yana aytaman, borganimda bizga 500 kilovatli stansiyani ko'rsatishdi. 500 kilovat. 500 kilovatdan 10 minutda zaryadka olyapti. 10 minutda 500 kilometrlik zaryadka olyapti bu mashina. Endi tasavvur qilinglar, qanaqa tez Xitoyda. Bizga ham bu narsa keladi. Bizga 2022-yilda Turkiyadan va Qozog'istondan blogerlar kelganida maqtangan. Bizda 200 kilovatli stansiya bor deganda bizda bir 10 yilda paydo bo'lsa kerak deb o'yladim. Tokbor kompaniyasi 2 yilda yo 3 yilda olib kelib o'rnatib qo'yishdi. 200 dan kattasini, 240 kilovatlimi shunaqa turibdi. Minor masjidda stankasida. Tak что 500 kilovatli ham juda tez yetib keladi bizga. O'ylaymanki bu muammo bo'lmaydi. Bizga bo'lsa avtomobilning eng qiziq qismi saloniga ketdik. Salonga o'tirganingizda birinchi e'tibor beradigan narsangiz shuki, bu yerda hammasi charm bilan ishlab berilgan. Yuqori qism charm, bu yoq charm, pastlari pastigacha yumshoq charm qilib tashalgan. Hech qayerdan ayalmagan. Mana pastki qismlarigacha hammasi yumshoq charm. To'g'ri, tabiiy charm emas, sintetik charm, lekin shunda ham shunaqa yoqimli material, maza qilib olasiz. Torpeda, mana yoq yumshoq material, mana yoq qattiq material, lekin torpeda shunaqangi uzun. Avtomobilning oldi qismi optikami deydi rus tilida, havo oqimiga qarshilik ko'rsatmasligi uchun aerodinamik xususiyatlari yuqori bo'lishi uchun uni lobovoyi va kapoti boya aytganimdek tikka emasda, yotiqroq. Ana o'sha narsani kompensatsiya qilish uchun ham torpeda qismi uzun qilingan. Torpedadan birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu kattakon head up display yoki ya'ni proyeksion display. Juda ham zo'r. Bundan tashqari kolonkalarni ko'rasiz. Mashinada 20 ta kolonka bor. Audio tizimi sifati shunaqa yuqoriki, maza qilib olasiz eshitib. Hatto bu qanaqadir super brend audio tizim emas. Albatta Bauer & Wilkins yoki Harman Kardon bo'la olmasligi mumkin. Men solishtirib o'tirmayman. Lekin audio tizimi sifati yuqoriligini shaxsan aytib o'tishim shart deb hisoblayman. Chunki kamchiliklarni aytishni bilgan odam ustunliklarni ham aytishni bilishi kerak. Endi qaranglar. Rulda kichkina displey, o'sha liga xos arxitektura, dizayn bir xil. Salonda hech narsa o'zgarmagan, lekin menga yoqqani bu rang. Mana bu kofeyniy rangimiz haqiqatda kofe s molokom juda ham chiroyli. Yo terrakotoviy deyiladimi, qanaqa deyiladi? Kommentariyada yozib ketinglar bilsanglar. O'zgarishlardan nima bor? O'sha ikkita 15 necha dyuymli, 15.1midi? 15.7midi dyuymli displey joyida. O'zgargan narsa bu deflektorlar. Iqlimni nazorat qilish deflektorlari endi qo'l bilan boshqarilmaydi. Endi ularni siz havo oqimini elektron ravishda displey orqali boshqarishga majbursiz. Bu esa xavfsizlik nuqtai nazaridan katta kamchilik deb hisoblayman. Sababi siz o'zi shundoq ham bironta jismoniy tugma yo'q avtomobilda o'tiribsiz. Iqlimni nazorat qilish uchun doim menyuga kirib, uni qo'lda e'tiborli yo'ldan olib sozlashingiz kerak. Endi deflektorga masalan konteyner urib yubordi yuzingizga. Bunda olib qo'yish uchun обязательно menyuga kirib, uni qo'lda qarab sozlashingiz kerak. Bu noto'g'ri. Lekin rulda ketayotganda bundoq qilib rulda sozlab ketish boshqa, displeyga qarab sozlash boshqa. Agar fikrimga qo'shilmasangiz yozib keting. Misol uchun Yevropada hozir xavfsizlik tizimlari bo'yicha
Euro NCAP yulduzlarini 5 tasini jismoniy tugmalari yo'q mashinalar ololmaydi degan qarorga kelingan. Nima uchun? Chunki ko'plab yo'l transport hodisalari aynan o'sha elektron tugmalarga, elektron sozlamalarga alahsish uchun vaqt sarflash, diqqatni sarflash hisobiga yuz berayotgani yuzaga keldi. Yuzaga chiqdi va NCAP shu narsani to'xtatishga qaror qilishdi. Men o'zim ham o'ylaymanki, jismoniy tugmalar mashinada must have bo'lishi kerak va uni siz qo'lingiz bilan sozlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Bizda yana pastroq tushadigan bo'lsak, ikkita simsiz quvvatlash paneli bor. To'g'riroq ulardan bittasigina ishlaydi quvvatlash uchun va unda ventilyatsiya tizimi bor. Yo'q, bu noto'g'ri. Noto'g'ri informatsiya beraman. Qaranglar. Ikkita quvvatlash paneli bor. Ikkalasi ham ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan. Mana bunisida esa meni NFC kartam turadi. Shunda avtomobil bemalol o't oladi va yonadi. Kartani shu panel orqali o'qiydi. Demak, quvvatlash bo'yicha tushunarli. Mana bu yerga ko'zoynak yoki boshqa biron bir narsalarni solishingiz mumkin. Ikkita podstakannikimiz bor. Aytgancha avtomobilimiz Black Star Car Wash da yuviladi. Detailing studiyamiz ham xuddi shu joyda joylashgan. Agar sizga detailing xizmatlari, polirovka, tonirovka, broneplyonka kabi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda bizda 4000 so'm pul, yomg'irda qolgan ishonchnoma, texpasport, mana bu prikуриватель zaglushkasi bor, qopqog'i bor, chunki biz inspektor split air antiradarni, radar detektorini ulab qo'yganmiz. Unaqa yuza emas, mana bu mikrofon ulab qo'yilgan. Men tushunmadim, nimaga mikrofon ulab qo'yilgan? Yo'q bu, yo'q bu mikrofon emas, bu yetgancha uzr. Bu xotira xaritasi, xotira uchun maxsus karta o'rnatilgan va pastda kattakon bo'shlig'imiz bor. Bemalol xohlagan narsani joylashimiz mumkin. Ana endi boyigi kamerani sifatini bitta ko'ringlar. Mana bundan yoqish, o'chirishingiz mumkin. Masalan, menga displey yoqmayapti hozir desanglar, mana bu yuqorisida ushlab topasizlar, tugmasi bor. Ras o'chirasizlar, ras yoqasizlar. Bemalol mana bu displey bor. Yuqori sifatli displey. Haqiqatan juda ham yuqori sifatda sizga yorug'likni berib turadi. Tasvirni uzatib turadi. Yorug'lik elementlari sensorli, ko'rayotganingizda 2 bosqichli yoqish mumkin. Endilikda eng noqulay avariya tugmasi mavjud. Salonni kuzatib turuvchi kamera mavjud. Kozeryoklar, quyoshdan himoya qiluvchi kozeryoklarimiz bor. Kattakon ko'zgu bor, ikkita chetida chirog'i bor. Mana buni shiltashsam ancha yorqinroq bo'ladi. Buni shilmaymiz. Avtomobil tezdiradi, bizaniki emas. Pishalkalar, hatto pataloda qo'shilgan. Airbaglar 9 ta airbag bor. Bu degani xavfsizlik tizimi juda yuqori darajada. Mana bu o'rindiqni yonidagi tugma orqali bemalol sozlash mumkin. Yumshoqqina yostiqchalarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunga yotsang ham maza qilasan, dam olsang ham maza qilasan, ushlasang ham maza qilasan. Xullas, maza qiladigan narsalarimdan bittasi bu mashinada albatta yostiqchalar. Endi qaranglar, men hozir sizlarga surib ko'rsataman. O'rindig'im boshqa surilmaydi. Faqat spinkani yotqizishim mumkin. Spinkani yotqizsam noqulay bo'lib qoladi. Men uchun qulay pozitsiyada, mana ko'ryapsizmi? Joylashishimni rulga maksimal darajada qulay joylashganman. Salgina tirsak bukilib turibdi. Komfort, shunda men bemalol manevr qila olaman, kutilmagan manevrlarda ham. Men o'rindiqni qanchalik uzoqqa surib qo'yganimni ko'rsatyapman. Maksimal darajada pastga tushirib qo'yganman. Bundan ortiq tushmaydi. Endi ketdik ikkinchi qatorni ko'rsatib sizlarga qanchalik o'tda masofa borligini. Qo'rqmasdan ikkinchi qator testini qilib berishim mumkin sizlarga. Kayf emasmi? Qaranglar, qancha joy bor. Yana eng qizig'i bor, mana spinkaga qaranglar, e'tibor beringlar. Voy onasini yamsin, yotib ketish mumkin. Bu yerda ko'zingga tushsa, opto pardani chiqarib qo'yasan. Parda ham bor. O'zi kuydirilgan oyna qanday bo'lsa zavoddan o'shanda o'tiribdi. Hammasi joy-joyida. Endi qaranglar, L9 da displey kattalashdi. Bu yerdachi? Bu yerdan ocha olamizmi, ocha olmaymizmi? Qarab turinglar. Men bitta ochib beraman hozir sizlarga. Uyg'oning, bratan. Marhamat. 21 dyuymdan kattaroq diagonalga ega bo'lgan displey. 3K adashmasam, razresheniyada bemalol videolarni ko'rish imkoniyatiga ega. Buni master account qilib berishyapti ofitsialniy dilerda. Bemalol mashinani xohlagan narsalarni ko'rib ketishingiz mumkin. Mening bolalarim ham, men ulab qo'ydim telefonim ham maza qilishdi. Imkoniyatlari zo'r. Audio tizim bilan birgalikda bu yerda maza qilib multfilm ko'rib ketishlik joyi, lekin mana bunaqa qulay o'rindiqlarda ham uzoq masofaga, masalan, viloyatga chiqib kelib mazza qilib ko'rib keladigan joylar. O'ylaymanki, bemalol Farg'ona vodiysiga, Andijongacha
yoki Samarqandgacha bemalol bu avtomobilda yetib olasiz. Samarqandga yetib olguncha o'zingiz charchab qolasiz. Shunda yarim soatga to'xtab bitta zaryadga qo'yib oladigan bo'lsangiz, qo'rqmasdan bemalol yana yo'lingizni davom ettirib, xohlagan nuqtasiga O'zbekiston Respublikasiga yetib olasiz. Tем более Tokbor kompaniyasi bilan buni imkoniyati yana ham ko'payadi, chunki Tokbor butun O'zbekiston bo'ylab o'zini quvvatlash stansiyalarini yoyib chiqqan. Bundan sizlarda muammo bo'lmaydi. Xo'p, davom etamiz. Iqlim nazorat qilish tizimi bizda mavjud. Bundan tashqari Lisan butun dunyoda trendga aylantirib yuborgan xolodilnik bor. Shuni o'zi albatta ko'rishingiz mumkin. Temperaturani belgilasanglar, isitish yoki sovutish funksiyasini ham bajarishi mumkin. 36 darajagacha ko'tarib berishi mumkin ekan. Yo'q, qatta 36. Hozir maksimalni ko'raylik. Qancha ekan? Necha darajagacha isitib bera olar ekan? 50 darajagacha isitib bera olar ekan. Yoki sovutishi ham mumkin 0 gacha. Minusga tushadimi? Yo'q, minusga tushmaydi. 0 gacha tushirishi mumkin ekan. Xo'p, qo'lda itarib qaytib joyiga qo'yamiz. Orqa qatorda ko'rayotganingizdek massaj yo'q, lekin sovutish hamda isitish tizimi bor. 3 talab darajada isitish yoki sovutishingiz mumkin. Ikkinchi qator o'rindiqlarini plus 67 wattdan ikkita Type C iPhone sizga aniq rahmat etadi bu zaryadka uchun. To'g'risini aytaman, ikkinchi qatori sizlar bilan birgalikda ko'raman. Kiyim iladigan ilmog'igacha bor ekan. Men to'g'risi mana hozir xuddi sizlar kabi birinchi marta ko'ryapman. Bu parda yopiladi, ochiladi, afsuski lyuk ochilmaydi. Bilmayman endi nimaga. Arzonlashtirish birinchi o'rinda, lyuk yo'liga, ikkinchi o'rinda kuzovni buralishga qarshilik ko'rsatish koeffitsiyenti balki lyukka to'g'ri kelmas. Endi qani, mana tushadimi? Va gap bo'lishi mumkin emas. Aksessuarimni solib qo'yishimga, telefonimni solib qo'yishimga joy bor, podstakannik bor, rezinka joylari bor, bemalol baklashkalar uchib chiqib ketmaydi. O'zi ham keng ekan, suyanib ketishli ekan. Mamitlariga charmli qilib yaxshi qilgan ekan. Bu yog'i qattiq. Endi bu yoqqa hech kim suyanmaydi, to'g'ri, kerak emas ham. Xo'sh, mamitda nima bu? Bu podnoshka menimcha, oldinga surib qo'yasizlar. Mana bu qulay ketish uchun podnoshka bu tushadi, oyoqni qo'yib olib ketish mumkin bo'ladi. Qolgan funksiyalar standart, maksimal komfort bor. Menimcha puliga prinsipi arziydigan avtomobil. Simbolik elektromobilga hisobga oladigan bo'lsak, buncha qulaylikni, yana buncha quvvat bilan, yana buncha zaxira masofasi bilan va katta batareya bilan olishga arziydi. Obzorimizni statika qismi, ya'ni qimirlamasdan oladigan qismi tugadi menimcha. Avtomobil salonini obzor qilishga harakat qildik. Brat, shu katta mashina haydaydigan muxlislarimga maza qilaman, ketayotgan bitta signal berib ketishadi. Rahmat sizlarga. Yo'q, bu kesatuv emas, qadrlayman. E'tiboringlarni qadrlayman, rahmat. Statika bo'yicha menimcha hamma ma'lumotni berishga ulgurdik. Qaranglar. Marhamat. GBT standartidagi quvvatlash razyomlari sizda umuman muammo bo'lmaydi. O'zbekistonda adashmasam 80-85%, agar 90% bo'lmasa zaryadkalar hammasi GBT Xitoy standarti bo'yicha. Ko'rdingizmi, motorchik bilan jihozlangan bu ham. Eshik ruchkalari o'sha ichkariga kirib turadigan aytgancha. Avtomobilning yon qismida aytib o'tadigan yana bitta narsamiz bor. Eshik ruchkalari kuzovga botib turadi. Hozir men kartamni olay, bir daqiqa. Bizda NFC karta, chunki bu test drive avtomobili agar unga master account qilinadigan bo'lsa, har gal master account kimgadir o'tkazib berishga to'g'ri keladi. Bu noto'g'ri va juda ham murakkab jarayon. NFC kartani bundoq qilasiz, mashina yopiladi, eshik ruchkalari kirib ketadi, kuzov bilan bir tekis bo'ladi. Harakatlanayotganingizda ham xuddi shu holatda bo'ladi. Bu yana bir marta aytaman, aerodinamika uchun juda ham muhim. Bokovoyga teqizasiz, ular chiqib keladi. Eshikni o'zingiz ochasiz, tortasiz. Yopayotganingizda albatta davodchiklar bor. Chunki bu lyuks sinfidagi o'rta hajmli crossover. Unda davodchiklar bo'lmasligi mumkin emas. Xitoyga safarimizda qozog'istonlik hamkasblar aytishdiki, nima endi bu? Na buni minivanligini bilasan, na crossoverligini bilasan. To'g'risini aytaymi? Men salkam 40 ga kirdimda, avtomobilni tashqi ko'rinishidan qanaqadir juda ham chiroyli bo'lishi men uchun, ya'ni kundalik avtomobillar, ya'ni har kuni haydaydigan, har kuni undan foydalanadigan, menga manfaatli bo'lishi kerak, qulay bo'lishi kerak, uyimga sig'ishi kerak. Xullas, chiroydan tashqari hamma narsasi menga yoqishi kerak bo'lgan narsada men tashqi ko'rinishga katta e'tibor berib, uni bir eng birinchi darajadagi narsaga olib chiqib qo'ymagan bo'lardim. Lekin shunda ham avtomobil tashqi ko'rinishi men uchun xunuk deb ayta olmayman. Yagona ko'z ko'nikishi qiyin bo'lgan narsa mana bu tomni oldi qismidan boshlanadigan, sho'ng'ib ketadigan liniya. Mana shu liniyani sho'ng'ib ketishini hisobga olmasak, oldinga qarab aerodinamikaga xizmat qilishini hisobga olmasak, в принципе,
Men uchun tashqi ko'rinish okey. Siz uchunchi? Kommentariyada yozib keting. Katta maqsi L9 3-chi qatorini bir marta to'xtatib so'rasang, necha marta ishlatasiz? Haftasiga yo oyiga yo yiliga deb so'rasang, noqchilladi. Bir yilda bitta yo 2 marta deydilar. Shuning uchun ham bu mashina menimcha bozorga chiqqan. Mana bunaqa momentda kerak-da mashina, qaranglar. Dinamika aynan shunaqa momentda kerak. Riskga obgon qilishing kerak-ku, bu xavfsizlik uchun kerak payt bo'ladi-yu. Ana o'shanda aniq kerak bo'ladi. Endi qaranglar, lidarga bitta baho beringlar, qatlanib olyapti. Yo'li nari betidagi stoyankadagi mashinalarni ko'ryapti. Qaranglar, ko'rasizlar. Palasani o'qiyapti. Bir 200 metr oldinga o'qiyapti. Mosti yonida ketayotgan mashinalarni ana sizlarga lidar nima kerak? Men bu avtomobilni to'liq imkoniyatlarini Xitoyda tekshirishga ulgurdim. Sababi juda ham oddiy. Xitoyda avtopilot ishlaydi. Mana bu LCC deb yozib qo'yibdi. Shuni o'rniga Xitoyda NOA degan yozuv chiqadi, ya'ni NOA degan yozuv chiqadi, ana LCC ning o'rniga. Va siz adaptivniy kruiz kontrolni o'rniga уже avtopilot ishlatishingiz mumkin. Uni navigatoriga shundoq manzilingizni urib qo'yasiz, manzilga o'zi olib ketadi. Maksimal tezlik qanaqa? O'sha maksimal tezligi haligi bizada 60 yursang 65 dan keyin nima yozadi-ku? Ushlayman, xavotir bo'lma. 65 dan keyin shtraf yozadi-ku, ana o'shani o'zi hisoblaydi. Xitoyda qanaqa hisoblanadi u? 70 ruxsat berilgan joyda ko'zingni uzmagan yo'ldan deyotgan ekan. U rulni ushlagan demayapti, ko'zingni uzmagan deyapti, chunki men kameraman kuzatyapti. Demak, agar Xitoyda 60 ruxsat berilgan bo'lsa 66 mumkin, 80 ruxsat berilgan bo'lsa 88 mumkin, 120 ruxsat berilgan bo'lsa 132 mumkin. 10% oshirsanglar ruxsat berilgan tezlikni ana undan keyin jarima yozishni boshlaydi. Agar 50% dan oshirib qo'ysanglar bo'ldi. 12 balliklik ketadi. 1 yilga kamida sizlar haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lib qolasizlar. Lekin avtopilot shunaqa kayf ekan. 2,5 soat Nissan L9 modelini zavodga Shanxaydan haydab ketdim. Maza qildim to'g'risi. Hech qanaqa qiynalish yo'q, boshqa yo'q. Avtomobil to'liq nazorat qiladi. Obgonga o'zi chiqadi. Svetoforga kelib to'xtaganda qaysi polosada kamroq mashina borligini ko'rib, o'sha polosaga o'zi turadi. Va albatta ko'plab imkoniyatlarni shahar ichida ham sinab ko'rdik. Shanxay trafik bo'yicha eng katta yuklamaga ega shahar va aynan shuning uchun ham o'ylaymanki, o'tda mana shunaqa avtopilot tizimi eng kerakli. To'g'ri, bitta-ikkita joyda parod qilib qo'ydi. Ya'ni bundoq razvorot qilyapti, ikkitagina polosa, mashina sig'mayapti. Mashina sig'mayotgan hisobiga taqaldi, orqaga olish kerak, mashina harakat qilyapti orqaga olishga, lekin o'sha peshixodlar o'tyapti orqasidan. Bu yoqda yana bitta narsa bor. Xitoyda, Shanxayda o'ngga qayrilish любой svetoforda qizilda ham mojnada. Qaraysan, atrofingda hech kim yo'q, o'ngga qayrilaversan. Bu belgi bo'lish shart degan narsa yo'q. Chorrahami o'ngga qayrilaversan, senga mojn. Bu yoqdan mashinalar kelib taqab tashlayapti-da. Shu bilan o'sha yerda avtopilot bo'ldi, ado bo'ldi. Boshqaruvni qo'lga olib, o'zimiz razvorot manevrini tugatishimizga to'g'ri keldi. Xullas, maksimal darajada sizni og'iringizni yengil qiladigan mashina. Masalan, hozir mana biz obgonga chiqishimiz kerak. Men pоворotni yoqib qo'ydim, bo'ldi. O'zi polosani o'zgartirdi. O'zi endi obgonga ham chiqyapti. Ya'ni men adaptivniy kruiz kontrolga belgilab qo'ygan maksimal tezlikka o'zi tezlashib ketyapti, o'zib ketyapti. Hop, podveskaga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda podveska o'ziga xos. Agar bilsanglar, Nissan L9 da restyling bo'lganda ikkita kamerali pnevmo podveska ishga tushirildi. Ana o'sha pnevmo podveskani analogi i6 uchun ham mana endi joriy etilgan. Unda ham ikkita kamerali podveska. Sababi juda ham oddiy. Bitta kamerali Nissan L9 birinchi avlodida berilgan pnevmo podveska juda ham loponlaydi, juda ham og'adi. O'ylaymanki, buni ko'pchilik sezgandir. L9 da yurganlar o'ngga chapga manevr olganlarda, polosani o'zgartirganlarda juda ham lopillab, sizlarning asabiyligi tegadigan darajada xunuk harakat qiladi, yoqimsiz harakat qiladi. Slishkim yumshoq podveskani yaxshi ko'radiganlar meni fikrimga qo'shilmasligi mumkin, lekin men o'ylaymanki, bu avtomobilda loponlash borligini, shu driverlikni yaxshi ko'radigan, mashinani faol haydashni yaxshi ko'radigan odamlar meni fikrimni tasdiqlashadi. i6 da va L9 restylingida bu xatoni to'g'rilashga aynan o'sha ikkita kamerali podveska yordam bergan. Bu qanaqa o'z aksini topgan deysizlarmi? Juda ham oddiy. Agar siz avtomobilni polosadan polosaga, misol uchun holatini o'zgartirish uchun rulni buradigan bo'lsanglar, ya'ni uni reska buradigan bo'lsanglar, og'ish unaqa katta emas. Mana bunaqa holatlarda og'ish unaqa katta emas. Pоворotni yoqdik, burdik.
og'ish unaqa katta emas. Lekin rus tilida aytadi-ku, затяжной поворот deydi. Ya'ni uzoq qayrilishga sal kattaroq tezlikda kirasizlar-ku. Men kecha sinab ko'rdim shu narsani, to'liq salon bilan, ya'ni orqada ham odam bor edi. Aynan u holatda avtomobil ozgina og'ishlarga yuz tutyapti va o'ylaymanki, bu holat pnevmopodveskali avtomobillarni juda katta qismiga, ko'pchiligiga xos. Va bu narsani rad etib bo'lmaydi, chunki pnevmopodveska o'zidan o'sha yumshoqlikni berish uchun o'zi yaratilgan, ixtiro qilingan va o'sha yumshoqlik o'zini ortidan mana shu og'ishlarni, kuzov og'ishlarini boshlab kelishi bu tabiiy holat va bundan qochib qutulish qiyin. Yana bitta narsa rul boshqaruvi. Bu yerda rul elektron usilitel, ya'ni kuchaytirgich bilan jihozlangan hisobiga 3 ta holatda siz bemalol rulingizni boshqaruvchanligini, uni og'ir yengilligini sozlashingiz mumkin va bu sizga qo'shimcha qulaylik olib keladi. Chunki avtomobilning quvvati katta, o'sha 544 ot kuchi quvvatini boshqarishda siz tezlashishingiz mumkin, keskin tezlashishingiz mumkin va istalgan qaltis harakat rul bilan sizga juda ham salbiy oqibatlarga, yo'l transport hodisasigacha bo'lgan holatlarga olib kelishi mumkin. Demak, ana o'sha holatlarga duch kelmaslik uchun siz sport rejimiga olganingizda avtomobilni va keskin tezlashishlar bilan, keskin manyovrlar bilan harakatlanayotganingiz albatta rulni ham og'irlashtirishingiz yoki o'zingiz kerak bo'ladi yoki avtomobil avtomatik tarzda sport rejimda rul boshqaruvini sport rejimga oladi. Ana o'sha holatda rul og'ir bo'ladi. Boshqa holatlarda rul o'ta yengil, bemalol bitta barmoqda boshqarish imkoniyatiga egasiz. Yoki slishkim yumshog'ini yoqtirmayman, men rulni sezib turishim kerak desiz, sport bilan komfort o'rtasida standart degan rejim ham bor. Ana o'sha rejimda bemalol avtomobilni rulini boshqarishingiz mumkin. Siz avtomobilni to'liq personalizatsiya qilishingiz, ya'ni uni xususiyatlarini to'liq boshqarishingiz mumkin. Xoh bu podveska bo'lsin, uni balandligi, pastligi, xoh bu tormoz tizimi bo'lsin, xoh bu o'sha rul boshqaruvi bo'lsin, istalgan holatda siz avtomobil ustidan to'liq nazorat o'rnatgan bo'lasiz va bemalol boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilni super ekstremal holatlarda boshqardim, juda katta tezlanishdan sekinlashdim yoki boshqa holatlarni men sizga tasvirlab bera olmayman, chunki bizda unaqa 100 dan tez avtomobilni boshqara olmaysiz. O'zi maksimal ruxsat berilgan tezlik 100 va o'ylaymanki, bu holatda avtomobilni o'sha 544 ot kuchi, 5,5 sekundda tezlashishi va hokazo xususiyatlariga uni tormoz tizimi ham bemalol javob beradi va sizga o'sha siz xohlagan dinamikada avtomobilni boshqarishda tormoz tizimi ham talablaringizga javob beradi deb aytishim mumkin. O'san, mana bu 360 kачествосini qarang, brushatkani yaltirashigacha olib berishini ko'ryapsan. Yetkazib beryaptim, kameraga ko'ryapman. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Shunchalik sifatli bo'ladimi? 3D rejimga yoqamiz, qarang. Tezligini qarang, reaksiyani tezligini qaranglar. Voy, mana bu blesklarni qarang, blesklarni qarang. Shulargacha olib beryapti bori. Shunchalik ham sifatli bo'ladimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, 2D rejimga olamiz, qarab ko'rsan, santimetrda qancha masofa borligini ko'rsatyapti. Bemalol o'tib ketamiz. Demak, buni gabaritiga o'rgana olmayman deydiganlar bo'lmaydi bu yerda bemalol. Bu mashinaning diskini qirish mumkin emas. Diskini agar qirib bersangiz, g'irt mashinani haydolmaydigan odam bo'lasiz. Mana qarang. Disklarni yonma-yon olib beryapti, ko'ryapsizmi? Barjurga umuman qirishga haqqingiz yo'q bu mashinaning disklarini. Chiroyliligini hisobga olganimizda, plastik elementlarning borligini hisobga olganimizda haqqingiz yo'q. Chunki sizni polniy страховка qilib qo'yishibdi. Yana nima kerak vaqt uchun? Orqa, oldi, orqa, oldi, orqa, oldi. Umuman qirmang, tushundingizmi? Mana qaranglar. Polniy krugovoy kerakmi? Krugovoy olib beramiz. Mana. Orqa, oldi. Kelib to'xtaganimizdan keyin qisqagina hisobot keldi. 22,1 kilometr masofa bosib o'tdimiz. Aqlli rejimda, ya'ni adaptiv cruise control rejimida 4 minut harakatlanibmiz. Undan 4-3 kilometr masofani biza o'sha aqlli energiya sarfi rejimida harakatlanibmiz va xaritamiz bor. Mana qaranglar. Xaritamiz bor. Undan tashqari endi xitoy tilida ko'ryapsizlar, hozir men ingliz tiliga o'tkazib olmadim. Aqlim yetmadi xitoy tilini tushunmaganim uchun, lekin hamma parametrlarni hisoboti bor. Bemalol siz qancha rasxod qilyapsiz, nima qilyapsiz, hammasini tushunishingiz mumkin bo'ladi.
Xitoydagi zavoddan Shanxayga qaytayotganimizda bizga i6 ni obzorini olishga taklif qilishdi. Nima qilaman tushunmayapman. Sababi oddiy. Men Toshkentga kelsam, Comfort yana Control Auto menga bemalol avtomobilni haftalab haydashga berishadi. U yerda yarim soat, 1 soat haydab baraka topmayman. Shanxay ichida avtopilotlarni tekshirib test drive qilishga ulgurdik. Avtoparkovkani ham tekshirdik. Eng qizig'i avtoparkovkada mashinadan iltimos qilasan, baraka topkur. Mana anu qora mashinani yoniga joylab qo'ygin, parkovka qilishimga yordam bergin. Sen hop deb mashinani rangidan topib parkovka qilib berar ekan. Shunchalik yuqori texnologiya. Bundan tashqari yana bitta narsaga e'tibor berdim. Bu allaqachon avtopilotning ikkinchi avlodi ekan. Demak, ushbu avtopilot qaranglar, menga hozir bokovoy operatorimiz to'sib qo'yganda ko'rinmayapti. Lekin menda yon ko'zgudan video proyeksion displeyga, head-up displeyga chiqib turibdi. Men bemalol qo'rqmasdan, nazarimni bu yoqqa o'tkazmasdan oldinga qarab haydab ketishim mumkin ekan mashina. Shunaqangi qulay. Ha, aytgancha avtopilotning ikkinchi avlodi, birinchi avlodi unchalik aqlli bo'lmagan, lekin ikkinchi avlod shunaqa plavniy, shunaqa aqlli, shunaqa yumshoq, shunaqa cho'tki yuribdi, shunchalik tirik odam haydayotganiga maksimal darajada yaqinki, shunaqa maza qilib yuborasiz uni yurishidan. Men to'g'risini aytaman, kayf qildim deb bemalol ayta olaman. Podveskani masalan hozir balon pozitsiyaga qo'yib qo'yganmiz, ozgina tarang sakrayapti, lekin shunda ham mashina o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatyapti va o'ylaymanki, bizga hozir bizani to'xtatayotgan dan xodimlari, ichki ishlar xodimlari hozir hayron qolishadi. Videoni uzmaymiz, suhbat davom etamiz. Meni sumkamni olib bersang orqadan iltimos. Bagajimda bo'yinni tiqib olgan. Bo'ldi, olamiz, muammo yo'q. Assalomu alaykum. Qormang, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsiz? Hammasi cho'tki, brat. Syomkadanmi deysiz? Ha, syomkada hozir tushib bagajnikdan dokument olishim kerak-da. Qani? Yaxshi aytib olaman. Bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Xullas shunaqa. Ozgina sakraydi, lekin shunda ham mashina juda ham yumshoq. Sport rejimda maksimal pastga tushirib olsangiz mashinani shunaqa kayf qilib yurasiz. Shunaqa yo'l ustidagi nazorat kuchli bo'ladiki, ya'ni siz avtomobilni barqarorligini shunchalik sezasizki, yo'lda maza qilib yurasiz. Boya aytganimdek, uzoq qayrilishlarda katta tezlikda kirganingizda og'ishni yo'qotish olmagan. Buni yo'qotish menimcha iloji ham yo'q bo'lsa kerak. Buning uchun mashina 100 mingdan balon bo'lishi kerak va asosiy pul podveskaga kirib ketishi kerak. Lekin o'ylaymanki, shu darajada, shu narxda prinsipi o'sha aytganimdek, men kamchilik deb hisoblaydigan farlarni, bosh optikani hisobga olmaydigan bo'lsak, avtomobil o'z narxiga juda ham arziydi. Sizcha avtomobillarga, Lisan avtomobillariga munosabatingiz qanaqa? Qaysi model sizga yoqadi? Albatta ko'pchilik L9 ga ovoz beradi menimcha, chunki uni aytgancha biz Xitoydaligimizda yangi avlodi chiqdi-ku. 2 xil kraskali, kombinirованный kraskali versiyasi chiqdi. Batareya kattalashdi. Yangi avlod avtopilotda ana o'sha modelda taqdim etishdi va ko'plab boshqa ustunliklari borligini eshitdik, lekin tiriklayin ko'ra olmadik. Lekin tez orada aprel oyining boshida Pekinda bo'lib o'tadigan avto ko'rgazmada albatta Lisan L9 yangi avlodini ham sizga ko'rsatamiz. Xudo xolasa, shunaqa ekan, Choynakning qopqog'i YouTube kanalidan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bizni bo'lsa keyingi qiziqarli va foydali videolarda siz bilan ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.